Yengidilla issiq vaqtidilla Oddi odemmen şkicenim yok Gayvetle ara eslahlim yok Eslahlim yok Dost bilgenlerini azizlep keldim yaman deydiğa artık tilim yok Dost bilgenlerini azizlep keldim yaman deydiğa artık tilim yok Yatlağa yığlap yürgenligim raz Unitim dostum bilgenligim raz Unitim dostum bilgenligim raz Bilip kalgaçka köp hikmetlerini bulup kaptım ben Könlümge almaz Bilip kalgaçka köp hikmetlerini bulup kaptım ben Könlümge almaz Gül sunup geldim Gül sunğanlağa Vapadarlıkni tut kallağa Gül sunup geldim Gül sunğanlağa Vapadarlıkni tut kallağa Ne de turuptu alkış mediye Ademilikni unut kallağa Ne de turuptu alkış mediye Ademilikni unut kallağa Ademilikni unut kallağa Salam ustazlar, yaxshimisilar? Men Qashqar Konşan Ayştin, Azmat Mamtumin. Bu yil 19 yaş, to'liq o'ttirning 3-yilligida o'qiyman. Yaman. Ajoyib bir ish yuz berdi. Ablat muallim o'rindiq aylantirdi. Naqshimizga qindin qildi. Nihoyat yaxshi bir natija bo'ldi, Azmatjon. Ablat muallimni o'zinglar bilasizlar. Menimcha intayin cho'ng natija bo'ldi. Oldi bilan Azmatni mushu natijasi uchun tabriklaymiz.
Ondan Azmat o'zi to'liqning hozir Daşvega imtihon berib atgan bir mezgilinglarcan. Mush 6 oyda imtihon berman. O'ginishlar yaxshimi hali? Yaxshi. Mushu naqshini kimdan o'rgandiq? Bu naqshining teksti Azmat Ahmed Taran degan akamizniki ekan. Muzikasi ham o'rinlig'ichi Dilmurod Kamsata. Yani shu akamiz yaqinda taqatdi taxa shuni anglab Yengidilla issiq vaqtidilla biz ham yaxshi ko'rib san'at maktabiga imtihon berdinglar. Kasbdan o'tdingmi? kasbda o'tdik. Tembir kasbi. Tembir kasb. Bu Azmatninki ma yeshig'i vaqqanda ma dutta chelishi, ma naqshini aytishi, yeshidan olib ketgan talant hamdi bu. Bu tarbiyadan olib aytganda meningki mushu hozirgi mushu iqtidor talant uchun o'rilishim cho'qim to'g'ri. Shuning uchun o'rildim. Hamda bundaq ijroda bundaq sifat naqshi aytayotganda yana hech qaysimizning o'rilmay tushib ketish qilishi biroz afsuslanarli bo'ladi. Amma hozir bu yil oliy maktabga imtihon qatnash ahvolini hozir bildim. Boy bilgan bo'lsam, mush bir bu yil maktabniki bir imtihon ishlarini bir loyihada tugatib olib, kelar qitimliq bir sonlarda yana qayta qatnashamdiq ya deb maslahat beraman-da, o'zimning o'g'lining o'rnida hamda. Chunki oliy maktabga imtihon berib, oliy maktab hayotini boshlashmi bu bolalarniki hayotiga intan muhim bir bosqich o'tganlar hamda. Bu bo'pti. Qatnash bo'pti, mening hamda tanlashimga erishdi. Biz yana mush imtihondagi og'irqi madaniyat fanlariga bo'lgan tayyorlikni nihoyatda yaxshi elib berish bilan birga shunga ta'sir yetkazmagan avvalda biz keyingi bosqichdagi musobaqalarga yana yaxshi yuzlanib, yaxshi tayyorlikni qilamiz. Bo'ldi.